Assalomu alaykum, imkon fasad kuzatuvchilarim va kunlasi bo'lib uylarni remont qilaman deb yurgan akalarga tashqi fasad uchun plitkalarni taklif qilamiz. Ular tarkib 100% beton bo'ladi mana. Reka o'rnatiladi. Bular sokol yani. Bularning orqasi temiri bor. Sokol o'rnatiladi va dakot. Lazerda ma'namirli. Keyin mana yangi tazmin zakasga beryapmiz. Qoraga malosli bo'lgan zakasga ham qo'yamiz xohlagan rangida. Ularni sokol ham. Kimga kerak o zaman tayyordan bor shulardan mana 3D mana bular. Hozir trenddagilar. Mana lazer ko'rsatib. Yana bu yana ham bor. Ma'ramir. Bular ham yangilik mana. Sokol ya bular. Didida qoraga qizil. Yana zo'r chiqadi. Keyin uni qalipidan ham bor hammasi. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar shu nomerlarga.